Og'a men siz uchun 12 sotixga 4 xonali, vobshe zo'r qurilgan uy topib qo'ydim. Narxini aytsangiz, vobshe maza qilasiz. Videoni oxirigacha ko'ring, batafsil ma'lumotni berib o'taman. Ungacha like bilan podpiskani ham bosib turing. Og'a, joyimiz 12 sotixdan iborat. Uyimiz esa 4 xonali. Qurilish osti binosi esa 90 kvadrat metr. Uyimiz pishgang'ichdan tepalayda esa polnitsa fermadan qilib o'tilgan. Tashqarida yana 1-2 xona uchun fundamentlargacha quyib qo'yilgan. Bu yerda gaz, suv, svet qandayligini og'a o'zingiz yaxshi bilasiz. Undan tashqari yana tashqari tarafdan kolodislar va molxonalargacha qilib qo'yilgan. Uyimiz to'liq zaborlardan aylantirib qo'yilgan. Hujjatlari esa oldi sotdiga tayyor kadastr hujjatlarigacha taxlatib qo'yilgan. Og'ajon, joyimiz Termiz tumani Yangiyer mahallasida, ya'ni Sentr Kamazda joylashgan. Bu yerda o'zingiz og'a yaxshi bilasiz. Gerbi ko'chadan kirib kelganingizda 12 sotik hovlimiz shu yerda joylashgan. Asosiysi og'a narxiga keldik. Biz talashib, tortishib, aka bilan ushbu uyni 230 million so'mga chiqarib qo'ydik. Mana shu raqamlarga bog'lanasiz. Bizdan ekaningizni aytsangiz, og'amiz sunnati yana 1 so'm o'tib beradi.